Assalomu alaykum do'stlar. Mana xudo xolasa Namanganlik G'aybulla akam bilan intensivli bog'da yuribmiz. 25-sentyabrda eng kechki shoptorlarimizdan biri, eng qizig'i 35 ming so'mdan bog'da o'zidan uzilyapti ekan. G'aybulla aka, dehqon fermerlarga nima tavsiya berasiz bu shoptorlarni keyin ommaga ko'paytirish uchun? Ko'paytirish uchun ekish kerak ekan, daromad qilish ekan. Sababi hozirgi senasi mana shu po'la narxi 35 ming so'mdan kilosi. 1 kilo shoptorlar. Po'la narxi. Endi brokerlar xarajat qilib uzum etib qancha sotyapkan. Hamma ertangi sortga o'tib ketdi, kechki navlar ozayib ketdi. Xudo xolasa bu bog'ma akamiz bilan kelisha olasak shoxdan ko'paytirib, bog'dan kengaytirib ko'paytirish maqsadimiz shu. O'zbekistonga xudo xolasa shu navda hamma viloyatga iloji boricha ko'paytirib yetkazib ko'chatini chiqarib berish. Xudo xolasa G'aybulla akalar 2 yildan beri bu navni ko'ramiz. Haqiqatda zo'r. O'tgan yil 25 ming so'm sotilgandi. Bir shoptor tan narxi yaxshi bo'ldi, 35 ming so'm sotilyapti. Bu zona shoptor uchun ko'p do'stlar, video hosiliga ayniqsa gap yo'q. Hamma shoptorning tonnasi Kechki sortlar ob'yom ham yaxshi beradi, 50 tonnagacha hosil beradi. Gektardan 50 tonnagacha beraveradi. Do'stlar, sog' bo'lasizlar. G'aybulla akam bilan xudo xolasa buni jag'larni olib ko'paytirishni harakatini qilamiz. Videoni shoptordan bog' qilmoqchi, shoptor bog'i bor tanish fermer dehqonlarga tez jo'natib beramiz. Sababi kimgadir foydasi tegsa, mashinani olib borib eksa, albatta rezultatga erishadi. Faqat agrotexnikasini paytida qilsa, xuddi shunaqa sifatli, vidli shoptor sotiladi. Sog' bo'lasizlar.